U doim haq, u doim to'g'ri gapiryapti, u hech qachon adashmaydi. Hatto insonlar birinchi tug'ildimi, demak ular doim haq bo'lishlari kerak. Ya'ni psixologik kibrni oshiradimi yoki samootsyenkanimi? Kibr insonni har doim botqoqlikka olib kiradi. Nima uchun deb o'ylaysiz? Juda ham ko'pchilik insonlar kibr va samootsyenkani almashtirib yuborishadi. Va ko'pincha insonlar psixologiyaga o'qishga yoki ayolini psixologiyaga o'qitishga og'rinadi, achchig'i keladi. Sababi agar inson psixologiyani o'rgansa, u kibrga berilib ketadi deb o'ylaydi yoki egoist bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Aslida olganda shundaymi? Ya'ni psixologiya kibrni oshiradimi yoki samootsyenkanimi? Samootsenka va kibr o'zi bitta narsami yoki alohidami? Mana shunday savollarga javob bermasdan turib biz xulosa qila olmaymiz. Sababi kibr umuman boshqa narsa, samootsenka esa umuman boshqacha narsa. Qisqa qilib aytaman, samootsenka bu o'zingizga bo'lgan ishonch, hurmat, o'zingizni hurmat qila olishingiz, o'zingizni eng yaxshi narsalarga ravo ko'ra olishingiz va o'zingizni asl holatingizda sevgi ekanligingizni, asl holatda go'zallikka, eng go'zal yaxshiliklarga loyiq ekanligingizni bilishdir. Kibr esa bu ham o'zingizni birinchi o'ringa qo'yish. Lekin mana shu joyda juda ham nozik nuqta bor. Samootsenka bu faqatgina o'zingizga qiladigan yaxshiligingiz emas, balki boshqalarga ham qila oladigan yaxshiligingizdir. Chunki samootsenkasi baland inson avvalambor u boshqalarni ham hurmat qiladi. Ularning fikrlariga qiziqadi, ularning qiziqishlari, ularning holatlari, xatolarini qabul qiladi. Lekin kibrli inson unday bo'lmaydi. Haqiqiy kibri bor inson birinchi o'rinda u har doim hammani nohaq deb biladi. Ya'ni bunday insonlar uchun undan boshqa haq odam inson yo'q. U doim haq, u doim to'g'ri gapiryapti, u hech qachon adashmaydi. Ana shunday insonlarni kibrli insonlar desak bo'ladi. Va nima uchun inson kibrga kirganida unga darslar kelishni boshlaydi. Ya'ni hayotda o'zingizga kelishingiz uchun, hayotda o'sha qonuniyatni, bu ya'ni ilohiy qonunni buzmasligingiz uchun sizga deylik sinovlar, qanaqadir og'riqlar, darslar keladi. Va mana shu sinovlar orqasidan biz ko'pincha anglamay qolamiz, nima uchun bu dars berilgani va avtomatik tarzda boshqalarni ayblashga yoki vaziyatni yoki dunyoni yoki insonlarni ayblashga o'tib ketiladi. Aslida esa biz kibrimiz oshgandagina, kibrimiz ko'tarilgandagina bizga dars kelishni boshlaydi, ya'ni o'zimizni o'rnimizda turishimiz uchun. Chunki dunyoning ilohiy qonuni bor. Kibr faqat yaratganga xos, insonga emas. Nima uchun? Chunki inson kibr qilayotganda u o'zini ustun deb biladimi? Ustun deb bilgani u nafaqat u dunyodan, insonlardan, ota-onasidan, yaqinlaridan, atrofida bo'ladigan insonlardan o'zini ustun deb biladi. Va o'zida mana shu ustunlikni shakllantirgandan keyin sistema buziladi, iyerarxiya buziladi. Ya'ni bu dunyoda hamma narsani o'zini joyi bor, o'rni bor. Avval kelgan, avval ketadi. Chunki birinchi kelgan odam, demak u doim birinchi. Katta insonlar birinchi tug'ildimi, demak ular doim haq bo'lishlari kerak. Va ularni haqligini qabul qilgan holatda inson o'zini versiyasini berishi mumkin xolos. Mana shu joyda bizda doim sinovlar boshlanadi. Kibr shunaqa narsaki, u bir marta sinib yo'qolib qolmaydi. U har doim o'ynab turadi, bir chiqadi, bir tushadi. Ana shu joyda biz agar kibrimizni sindirib turadigan bo'lsak, bizga bonuslar berishni boshlaydi, ya'ni yaxshiliklar keladi. Chunki kibrni sindirishi bu men o'zimni joyimdaman, men o'zim o'rnimdaman, men o'zimni ham hurmat qilaman, boshqalarni ham hurmat qilaman degani. Kibrni sindirishning eng birinchi yo'li bu albatta ustoz hisoblanadi. Agar siz hayotingizda yaxshi bir ustoz topsangiz, ishoning, har doim kibringiz sinib yuradi va o'zingizni har doim yaxshi his qilasiz. Keyingi mavzularimizda qanday mavzular sizni qiziqtirishini albatta kommentariyaga yozib keting. Biz bular haqida gaplashamiz.